6. bab. Ondan qo'zining 7 pechatning birinchisini ochganligini ko'rdim. Shu chaqda 4 tirik maxluqdan birining guldirmomudak ovoz bilan "Kel" deganini angladim. Qarvidim, bir oq otni ko'rdim. Otga minguchining qo'lida bir sadoq bor edi. Uningga bir toj berildi. U g'alaba qilg'uvchi sifatida zafar quchish uchun jangga otlandi. Qo'za ikkinchi pechatni ochganda ikkinchi maxluqning "Kel" deganini angladim. U chaqda yana bir ot o'tirg'i chiqdi. Uning rangi qizil edi. Otga minguchi yer yuzidagi tinchlikni elib ketish va insonlarni o'z aro qirg'inchilikqa selish huquqi berildi. Uningga yana cho'ng bir qilich berildi. Qo'za 3-chi pechatni ochganda 3-chi maxluqning "Kel" deganini angladim. Qarvidim, bir qora otni ko'rdim. Otga minguchining qo'lida bir tarozi bor edi. 4 tirik maxluqning orasidan bir kunlik ish haqqi uchun faqat bir tovoq bug'doy yoki bo'lmasa 3 tovoq orqali beriladi. Zaytun darig'i bilan uzum teliga tagma degandek bir ovozni angladim. Qo'za 4-chi pechatni ochganda 4-chi maxluqning "Kel" degan ovozini angladim. Qarvidim, bir tatirang otni ko'rdim. Otga minguchining ismi O'lim edi. Uning kaynidan o'liklar diyori egishib kelyotdi. Bularga yer yuzining 4dan biriga hukmronlik qilib, qilich, ocharchilik, vabo va yer yuzidagi yirtqich hayvonlar orqali odam o'ltirish huquqi berildi. Qo'za 5-chi pechatni ochganda Xudoning so'zini yetkazganligi va bergan guvohligi vajidan o'ltirilganlarning jonlarini qurbonlik supisining tegida ko'rdim. Ular qattiq ovoz bilan chuqon selishib, muqaddas va ishonchli egimiz, yer yuzida yashayotgan insonlarni qachon so'roq qilib, ulardan qinimizning intiqomini elib berisan, deyishadi. Ularning har biriga birdan oqton berilgan bo'lib, Xudoga xizmat qilgan, o'zlariga o'xshash o'ltiriladigan e'tiqodchi qiyindoshlarining soni to'shqicha ozgina vaqt kutishi talab qilingan edi. Ondan qo'zining 6-chi pechatni ochganligini ko'rdim. Bu vaqtda zemin qattiq tavrinib, quyosh ayni qop-qora ko'mirning, oy bo'lsa qonning rangiga kirdi. Anjur darig'ining qattiq bo'ronda silkinishidan to'ng anjurlar yerga to'kilgandek, osmondagi yulduzlarmu yer yuziga to'kildi. Osmon xuddi o'ram yozmidek o'rilib, g'oyib bo'ldi. Butkul tog'lar va orollar o'rnidan yo'tkaldi. Dunyoning podshohlari, hukmronlari, sardorlari, boylari, huquqdorlari, qullari va hurlarining hammasi o'nkirlarga va tog'larning kamarlarga yo'shirindi. Ular tog'davallarga mundoq deb jar soldi: "Ustimizga tushinglar, bizni taxtda o'tirg'uchining siymosidan va qo'zining g'azabidan to'sib kelinglar. Chunki ularning g'azabi tutgan dahshatli kun keldi. Uningga kim bardoshlik beralsin?"